Hozir bir universitetmi, institutmi talabalarda bir oliy o'quv kelganmiz. Tashlandiq joy. Mana bu yer skameykalar oldi. Chiroyli qirqilgan bo'lishiga mana o'tlar o'sib ketgan. Mana bitta skameykani ikkinchisi, mayda uchinchisi va mana to'rtinchisi. Menimcha bir 5 yil, 6 yil avval juda gavjum chiroyli joylar bo'lgan. Hozir tashlandi. Qana fontan qurib ketgan. Bu yer Tesla sotib olgandan bu yerda omborxona qilib qo'ygan. Ya'ni Tesla mashinalarini zavoddan chiqargandan keyin stoyanka kerak. Stoyanka yo'q. Mana shu universitetmi, institutmi shuni sotib olgandan parking qilib tashlagan. Ana men trakim turibdi, treyler bilan birga. Hali ham bitta pick-up truck mashina olyapti, ya'ni Tesla'ni. To'la Tesla mana. Menimcha Ram ekan. Ram olyapti. Endi yana bitta Ram keldi. Bu ham Ram. Ana qanidir yana bitta binosi, menimcha sport zali. Bu yerda katta bino edi mana uning orqasida. Menimcha mana bu sport zalmi? Tashlandiq universitet. Qanidir kapsula solingan, mana bu kapsula olinadi, qisqasi shu kapsulaning joyi. Nima deydi? Davr kapsulasi deydimi? Skameykachalar. Ana bitta fontan, favvora. Yana bitta o'rindiq. Skameyka o'rindiq desangiz ham bular farqi yo'q. Yana bitta o'rindiq. Yana bitta vaqt kapsulasi. Nima edi bu? Sizlarga. Ana bino, tashlandiq bino. Ana Tesla'lar. Taxlam yozibdi. Ana mening mashinam, uning orqasida Tesla'lar. Ana bino. Tashlandiq bino aytyapman, tashlandiq deb. Bunaqa binolar juda ham ko'p. Vaqtda menimcha kimlardir bu yerda o'qigan. Hozir yotibdi mana. Yo'q, panglab ketgan mana devorlar.